Assalomu alaykum do'stlar. Bunaqasini aniq ko'rmagansizlar. Bugun sizlarga qo'chqor dumbasini mazali qilib qasqonda dudlashini ko'rsataman. Ko'pchilik tanishlarim dudlangan dumbani yaxshi ko'rishadi, lekin qanday tayyorlanishini bilishmaydi. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, eng oson usulda tayyorlanishini ko'rsataman. Tabiiyki, dumbani ozgina hidi bo'ladi. Uni yo'qotish uchun tishimizga tuz, murch, lavr bargi solib, 1 soatga past olovda qaynatib olamiz. Dumba qaynab chiqqunga qadar uni dudlash uchun mevali daraxtimizni xuddi shu usulda shilib chiqamiz. Shu o'rinda eslatma, dudlash uchun mevasi shirin daraxtdan foydalanishingizni maslahat beraman. 1 soatdan so'ng qaynab chiqqan dumbani ustini quruq sochiqda artib chiqamiz va usti ozgina qotib olish uchun 10-15 daqiqaga tindirib qo'yamiz. So'ngra ziravorlardan tuz, maydalangan murch, achchiq va shirin paprika sepib, dumbaga yaxshilab ishqalab chiqamiz. Agarda sho'rroq yoki achchiqroq bo'lishini xohlasangiz, ziravorlarni tabingizga qarab ko'proq qo'shaverasiz. Dumbalarni shu usulda qasqonga terib, dudlash uchun 10 daqiqaga past olovda gazga qo'yib qo'yamiz. Dudlash jarayonida vaqt 10 daqiqadan oshmasligini maslahat beraman. Shunda qasqonimiz ham, mahsulotimiz ham ziyon ko'rmaydi va onamizdan ham gap eshitmaymiz. 10 daqiqa dudlangandan so'ng tabiiyki ozgina kuygan hid keladi. Uni yo'qotish uchun xuddi shunaqa piyoz qopiga yoki o'zingizlar xohlagan havo o'tkazuvchi idishga solib, quyosh, yomg'ir tegmaydigan joyda 2-3 kun saqlasanglar juda ham mazali bo'lib tayyor bo'ladi. O'slar dudlangan qo'chqor dumbamiz tayyor. To'g'ri, tayyorlanish jarayoni biroz ko'proq, lekin buni mazasi sabr qilib kutishga arziydi. Shu o'rinda sizlarga kattakon rahmat deb qolaman. Menga ishonch bildirib, qo'llab-quvvatlab kelayotganingiz uchun. Bu men uchun o'zgacha kuch beradi. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisiz? Qo'rmanglar. Davron shashlik dedizlar. Mana o'zlarining yoniga keldik. Davron aka. Assalomu alaykum. Xursandmiz kelganingizdan. Shashliklarni bosib yozsin. Endi bu bizning tavsiflarga bir xato tushuntirib bering. Qanchadan bo'ladi? Qayerda? Endi shashlikda ko'pchilik telefon qilib tushunmovchiliklar bo'lib turibdi. Shashlik turlarimiz har xil o'rgatamiz, har qiziqishiga qarab. Rulet deydimi, mana bu bovurlardan o'zgacha shashliklar, mana tovuq shashliklar, sitkalar o'rgatishimiz bunaqa. Обычный shashliklarimiz 5 ta bo'ladi. O'rgatayotgan shashliklarimizga $500 gacha o'rgatib turibmiz hozirgi kunda. Assortiment yo'q, men ko'proq o'rganaman desam, uni ham kelishaveramiz. Eng qisqa vaqtda 3 kundan 1 haftagacha kafelarga qiziquvchilar yonimga kelsa, 1 oygacha ana shunaqa o'rgatamiz. Qayerga kelish kerak? Necha yoshdan necha yoshgacha? Endi qiziqsa 15 yoshdan 50 yoshgacha ham kelsa o'rgataveramiz. O'zini qiziqishiga bog'liq. Sizni topgan hududda qayerga kelish kerak? Masalan, ana shu shashliklarni telefonimga yeb ko'raman desa, hozirgi kunda o'rgatib turgan joylarim Samovar kafega kelsa, mana shu shashliklardan tanovul qiladi. Yana ko'pgina kafelarda o'rgatib turibmiz. Instagramda Davron shashlik profilini kuzatsa, YouTube'da, Instagramda qayerda o'rgatib turgan bo'lsam, realni borib, vkusini, ta'mini ko'rib, qiziqsa, yonimda o'rganaveradi. Nomerlarni pastda qoldirib qo'yasiz o'zingiz. Masalan, pastda nomerlarni qoldirib qo'yamiz. Hammangizlarni shu Samovar kafeda kelib turib, yeb o'zasi bahosiga ball berib qo'yishingiz mumkin. Hammangizlar kelaverasiz, hammangizlar kutib qolamiz.